Siz bilan biz bilgan bir shaharda mehribon ota-ona va ularning o'g'li Anvar yashar ekan. Ularning uyida ajoyib bir narsa bor edi. Anvarning xonasi bilan ota-onasining xonasini bog'lab turadigan ishonch yo'lagi. Bu oddiy yo'lak emas edi. U ota-ona bilan bola o'rtasidagi ochiq gaplar, ishonch va mehrdan qurilgan edi. Anvar qachon qiynalsa, ruhiy dalda kerak bo'lsa, shu yo'lakdan bemalol o'tib, ota-onasining huzuriga kirar, ular esa unga suyanch bo'lishar edi. Anvarning do'stlari orasida yangi odat chiqdi. Har kuni qimmat kafe, trenddagi buyumlar, kompyuter o'yinlari, kattalardek pul sarflash va yashash odati. Anvar ham ulardan qolishmaslikni istadi. Bir kuni u xonada turgan otasining hamyonini ko'rib qoldi. Birgina pulni olsam hech kim bilmaydi. Keyin qaytarib qo'yaman, deb o'yladi u. Pulni olgan zahoti Anvar sezmagan holda ishonch yo'lagining bir bo'lagi yemirilib tushdi. Yo'lak hali turibdi, lekin ilk yoriq paydo bo'lgan edi. Anvar do'stlari orasida o'zini kuchli his qildi. Ular yana o'sha odatlarini davom ettirishar, Anvar esa do'stlar e'tiborini sotib olayotgan edi. Pul yana kerak bo'ldi. Uni yashirish uchun yolg'on aytildi. Yolg'onni saqlash uchun yana boshqasi qo'shildi. Har bir yolg'on bilan yo'lakdan yana bir dars tushar. U tor, qaltiroq va xavfli bo'lib borardi. Anvar endi ota-onasining xonasiga oson kira olmas, yuragi bezovta bo'lardi. Bir kuni otasi pul yetishmayotganini payqab qoldi. Onasining ovozi titradi. Axir biz bir-birimizga ishongandik-ku. Anvar xonasidan chiqib, yo'lakka qaradi. U butunlay vayron bo'lgan edi. Anvarning xonasi ota-onasining xonasidan ajralib qolgan. Orasida chuqur jarlik paydo bo'lgandi. U ota-onasi bilan bir uyda edi, lekin o'zini ulardan juda uzoq his qildi. Anvar bu yo'lakni uning o'rniga hech kim tiklamasligini angladi. U yig'lab ota-onasining oldiga bordi va hammasini tan oldi. Meni kechiringlar, iltimos. Men xatolarimni tushundim. Men nafaqat pul oldim, balki oramizdagi ishonchni yemirdim. Otasi sokin javob berdi. O'g'lim, biz seni kechirishimiz mumkin, lekin ishonch yo'lagi oson va tez tiklanmaydi. Uni har bir roz gap, har bir halol ish va mehnating bilan qayta qurish kerak. Qarzingni shunday qaytarasan. Anvar shoshilmadi. U so'rash o'rniga mehnat qildi. Yolg'on o'rniga rostni tanladi. Har safar to'g'ri ish qilganida yo'lakda bittadan yangi bo'lak paydo bo'lardi. Vaqt o'tib, yo'lak yana tiklandi. Bu safar u avvalgidek chiroyli bo'lmasa-da, ancha mustahkam edi. Chunki u pushaymonlik va sabr bilan qurilgan edi. Anvar endi ota-onasini aldash, ulardan uzoqlashish ekanligini, ishonch esa faqat rostlik bilan qurilishini tushunib yetdi.